Alloh uchun Janob Payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallam hurmatlaridan yordam beringlar. 65% tanam kuygan, 3 yildan beri azob chekyapman. Juda ham qiynalib ketdim. Nima qilishni ham bilmayapman. Qovog'im, qo'lim, oyog'im operatsiyasi uchun $10,000 mablag' kerak ekan. Keyin o'zim ham bemalol ishlab pul topsam bo'ladi. Ayolim ham, o'g'lim ham meni deb juda ham qiynalib ketishdi. Aziz vatandoshlar, iltimos, meni yolg'iz qoldirmanglar. Amin. Ey Allohim, o'zing ko'rib bilib turibsan holatimni. Menga ihson qilayotganlarni jannat bilan siylagin. Allohim, menga birni berishgan bo'lsa, ularga ming qilib qaytargin. Allohim, ihsonlarning sabab bitmagan ishlarni bitkizgin. Qalblardagi barcha niyatlarni amalga oshirgin. O'tganlarga o'zing baraka bergin. Allohim, bu oyni Habibimiz, Nabiyimiz tug'ilgan oylar Allohim, bu oyda turibmiz. Allohim, barcha o'ylagan yaxshi niyatlarga yetib o'zing nasib et. Amin. Allohu akbar.